بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, barcha maqtovlar Alloh subhanahu va taolo bizga hamda salavotlar, salamlar onun payg'ambarina, amanning oilasina, ham barcha sahobalarina. Hamda so'ngidan bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdiki: "Laysa minna man lam yarham saghirna va la ya'rif sharfa kabiruna." Bizdan tugil kim bizning balakalari-bizni, kichkinalarimizni rahim etmaykan, rahimlamay hamda zo'rlaribizning hurmatin bilmay anglamay. Hamda shunga ko'ra islom bo'yicha zo'rlarga hurmat ko'rsatishga kerak. Hatto ko'p hadislar shu narsa to'g'risida siyli anglata. Hamda bu zo'rlarga hurmat ko'rsatuv bizning urf odatlarimizda da bor. Endi ota-bobolardan ko'sha borov, hurmatlav, olov. Hamda mana biz Alloh yo'lida Sham yerlarida bu islomiy motor bir odatni, bu ibodatni davom etamiz. Hamda u ibodatga boshqalarni o'z o'rnagimizda chaqiramiz. Hamda boshqalarni shu ibodatga undaymiz. Ham shunga ko'ra bunda bizning diasporaning oqsoqligimizni hurmatlaymiz. Hamda ziyoratga keldik. Alhamdulillah, Abdulqudus abini ilikdan bilamiz. U bizning ilkanlaridan sanala, burungi mujahid sanala. Alloh yo'lida og'irliklar ko'rgan, o'z vaqtida turmalarda o'tirib chiqqan, hijra yo'lida onasi unda da Shamda da alhamdulillah bizga yaxshi kengashlar berdi. Bizniki qachondan aytmasam, qabul eta, qo'lgan kelgancha yordam eta. O'zi bizning boboyimiz kebek Alloh taolaning umrin o'z itoatida davom ettirsin deb tamamda onun duosini biz qadrlaymiz. Chin ko'ngildan sog' salomat Alloh yo'lida oxirgi shahatlik bo'lurga tilaymiz. Hamda Alloh taolo bizni nishik bu dunyoda mana shulay deb keng istallarda yig'an kebek tağında kengrak, tağında mo'lroq, tağında barakatliroq istallarda jannatul firdavsda jirga nasib etsin ya Rabbim. Amin. Amin. Hamda Alloh taolo o'zi bizning gunohlarimizni, o'zi bizning oqsoqollarga qarata kimchiliklarimizni g'afu etsin. Hamda butun gunohlarni g'afu etib jannatul firdavsga kirishga nasib etsin o'zi rahmati bilan. Amin ya Rabbim. Alloh taolo Abdulqudus abining ailasiga da barakat bersin, otalarimizga barakat bersin. Unda kirganda nakdagi o'zi bizning planlarimizga kirgan kabi subhanalloh hissetilar. Hatto shunday degan atmosfera diyorlar bitildi. O'g'ilda asha kabi o'zini olg'a qaytgan kabi shulay sizlar qardoshlarda buni kuzatdilar. Unda Alloh taolo butun ummatimizga jingu nasib etsin ya Rabbim. Hamda bütün turmalarda bo'lgan mazlum qardoshlarımizga azod nasib etsin ya Rabbim. Aqulu qawla hadha wa astaghfiru li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.